Sizda aybdorlik hissi bor. Albatta, bu aybdorlik hissi yoshlikdan bo'ladi. Faraz qiling, yosh qizaloq o'zicha biror bir ish qildi va ishni do'ndirdim deb o'ylaganida onasidan tanbeh eshitdi. Va shu paytda albatta aybdorlik hissi unga ongiga singib qoldi. Aybdorlik hissini yuvish uchun u har doim oyisini e'tiborini qozonish uchun yaxshi ish qilishni boshlaydi, chiroyli qilishga harakat qiladi, lekin aksincha onasidan har safar tanbeh eshitadi yoki bo'lmasam biror bir kamchiligini onasi yanada yaxshi bo'ladi deb qiziga har doim kamchiliklarga uqtiradi. Mana shu holatda qiz har doim ongida qanday holatda o'sadi? Ya'ni men yaxshi bo'lishim kerak. Yaxshi bo'lsam, odamlarning e'tiborini qozonaman deydi. Va shu yaxshilik sindromi bilan turmushga chiqadi va uyog'iga esa qaynonasi